Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Yaqindan buyon ba'zi qarindoshlar meningdan mushu vaksina genda o'zgarish paydo qilamdi degandagidek savolni bir necha qitim so'ragan edi. Men oldin qitimqi leksiyarimda bu to'g'risida, ya'ni mushu vaksina to'g'risida paydo bo'lgan andisha to'g'risida eee, azroq so'zlab o'tgan edim. Uningda mushu vaksinaninki genga bo'lgan ta'sir to'g'risida to'xtalmagan. Bu qitim mushu vaksinaning bo'libmi bak Amerikaninki mushu ikki shirkati ishlab chiqargan RNA vaksinasiningki genga o'zgarish paydo qiladigan qilmaydiganligi to'g'risida qisqacha bir uchurni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi, hammanglarning diqqat berishini umid qilaman. Endi bu vaksina, ya'ni bo'libmi bak shu Amerikaning ikki shirkati ishlab chiqargan RNA vaksinasi insonlarninki geniga ta'sir qilamdi degan bu savolga javob berishdan burun biz insonlarninki gen qurilmasi bilan oz to'la tanishib o'tmikimiz lozim. Bu hammaylar bilgandekidek insonlarninki gen qurilmasi nihoyatda murakkab bir qurilma bo'lib, uni bu yerda konkret so'zlab ketsak, bugungi tema bak uzrab ketadi. Bu haqda men keyingi leksiyalarimda shu gen to'g'risida ba'zi tushunchalarni berib o'tishim mumkin. Hamda hammaylar bilgandekidek insonlarninki geni ya'ni shu gen kontrol qiladigan asosliq qurilma 23 jup yoki 46 tal xromosomdan tarkib topgan bo'lib, har bir tal xromosomda 50 milliondan 250 milliongacha asos jupi bor. Ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida bu 23 jup yoki 46 tal xromosomning ichida eng kichik xromosomda 50 milliondan ortiq shu asos jupi bo'lgan bo'lsa, cho'ngroq xromosomlarda 250 million asos jupi, ya'ni badanda jami 6 milliard asos jupi bor. Ya'ni bu 6 milliard asos jupi shu insonlarninki genini kontrol qiladigan modda bo'lib, bu odamning har bir hujayrasiga joylashgan. Bu orqali bizningki kim bo'lishimizni ya'ni kontrol qilib, butun bizningki irsiy alayliklarimizni shu gen deb atalgan 46 tal xromosom yoki 23 tal xromosomdagi 6 milliard asos jupi kontrol qildi. Endi undaqda bu koronavirusi qanchalik asos jupidan tarkib topgan degan vaqtida koronavirusi faqat 29.903 asos jupidan tarkib topgan bo'lib, uning qarshi vaksina faqat uning kichik bir partisi bo'lgan cho'qchaygan oqsil yoki ya'ni inglizcha spike protein deb atalgan shu oqsilni birikishni kodlaydigan uchurchi RNA yoki mRNAdan tuzilgan. U uchurchi RNA odam badaniga kirib, virusninki tashqi ko'rinishdagi, tashqi qismidagi alaydilik bo'lgan cho'qchaygan oqsilni, ya'ni spike proteinni biriktirib chiqqandan keyin uzunga bormay parchalanib ketadi. Mundaqcha aytgan vaqtida bu RNA vaksinasi badanga kirib, shu virusninki sirt qismidagi alaydilik bo'lgan spike protein yoki cho'qchaygan oqsilni biriktirgandan keyin o'z xizmatini ado qilib, uzunga qolmay parchalanib ketadi. U odam badanidagi milliardlarcha asos jupidan tarkib topgan genga ta'sir ko'rsatilmaydi. Bu haqda nurg'un tadqiqot maqolalari va nurg'un uchurlar bor. Qiziqqan qarindoshlar uni ko'rib chiqsa bo'ldi. Men bu yerda
Faqat mushu ba'zi qarindoshlarninki andishisi bo'lgan. Ya'ni bu vaksinalar insonlarning geniga yoki DNAsiga ta'sir ko'rsatamdi deganga nisbatan meningki qisqacha javobim mushunchalik. Hamda gen to'g'risida men yuqorida deb o'tgandagidek keyingi leksiyalarimda ba'zi tushunchalarni berib o'tishim mumkin. Mana bu mushu Amerikanınki kasallikni kontrol qilish idorasininki tor betida chiqargan mushu insonlarninki mushu vaksina meningki DNAmga ta'sir ko'rsatamdi degan savolga berilgan javob men yuqorida deb o'tgandagidek u andishlarninki asosan ko'p asosi yo'q. Ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida bu vaksina inson badanidagi genga yoki DNAsiga ta'sir ko'rsatmaydi. Mal bo'lsa, mushu Avstraliyaninki səhiyyə ministrininki mushu insonlarninki mushu vaksina genga ta'sir qilamdi degan andishasiga berilgan javob uningdimi hech qandaq ta'sir ko'rsatmaydi deb berilgan. Bu haqda qiziqadigan qarindoshlar bo'lsa, shu Avstraliyaning səhiyyə ministrligininki tor betiga chiqib ko'rib baqsa bo'ldi. Bumu mushu insonlarninki mushu mRNA vaksinasi meningki DNA'mga ta'sir ko'rsatamdi degan mushu andishalarga berilgan javob. Uning javobidimi bu vaksina insonlarning DNAsiga hech qandaq ta'sir ko'rsatmaydi deyilgan. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Bugungi bu mushu vaksina insonlarning DNAsiga yoki geniga ta'sir ko'rsatamdi degan mushu andishaga nisbatan mening berilgan javobim mushunchalik. Anglaganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Xayr xo'sh, omon bo'linglar. Keyingi qitimqi leksiyalarda ko'rishaylik.